Rossiya 200 dan ortiq yo'lovchi ketayotgan Xarkovdagi poyezdga zarba berdi. AQSh Yaqin Sharqda harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Rossiyada qarovsiz qolgan 14 nafar bola O'zbekistonga qaytarildi. Tramp har bir yangi tug'ilgan chaqaloqqa $1000 dan pul bermoqchi. O'zbekiston orqali tranzit. Qirg'iziston sug'urta va tonirovka to'lovlarini bekor qilishni so'radi. Erkin Komilov og'ir judolikka uchradi. Endi esa bizda batafsil. Sankt-Peterburg, Moskva va Moskva oblasidagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajga ega ishonchli dokument xizmatlarini tavsiya qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, INN, SNILS, проверка запрет xizmatlari mavjud. Muhim eslatma: Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar ushbu xizmatdan foydalaning. Ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga yoki WhatsAppdan murojaat qiling. Erkin Komilov og'ir judolikka uchradi. O'zbek Milliy akademik drama teatri san'atkori, O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilovning umr yo'ldoshi Mahbuba Komilova 62 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbek Milliy akademik drama teatri xabar berdi. Teatr jamoasi Erkin Komilov hamda uning oila a'zolariga hamdardlik bildirgan. Ma'lumot uchun Mahbuba Komilova 1964-yil 9-fevralda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan. 1987-yil O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining rejissyorlik fakultetini tamomlagan. O'zbek Milliy akademik drama teatrida rejissyor yordamchisi bo'lib ishlagan. O'zbekiston orqali tranzit. Qirg'iziston sug'urta va tonirovka to'lovlarini bekor qilishni so'radi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston hududi orqali harakatlanayotgan Qirg'iziston fuqarolaridan avtomobil sug'urtasi va oynalarni qoraytirish uchun to'lov undirish qoidalarini bekor qilish masalasida muzokaralar olib bormoqda. Bu haqda Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Almas Imangaziyev Jo'qorg'i kengash yig'ilishida ma'lum qildi. Deputatlarning savollariga javoban u hozirda mazkur masala hal etish bosqichida ekanini bildirgan. Qirg'izistonning bir hududidan boshqasiga o'tish uchun asosan mamlakat janubida O'zbekiston orqali tranzitda harakatlanganda muammo yuzaga keladi. Haydovchilarimizdan sug'urta sotib olish va agar avtomobil oynalari qoraytirilgan bo'lsa, buning uchun to'lov qilish talab etiladi. Biz tomondan bunday talab yo'q. Balki qo'shnilardan bu talabni bekor qilishni so'rarmiz, deydi deputat Doston Bekeshev. Almas Imangaziyevning so'zlariga ko'ra, bunday iltimos O'zbekiston tomoniga allaqachon yetkazilgan va hozirda ular ichki tartib tamoyillarini amalga oshirmoqda. Agar O'zbekiston tomoni yaqin vaqt ichida ushbu tariflarni bekor qilmasa, Qirg'iziston ham O'zbekiston fuqarolariga nisbatan xuddi shunday tariflarni qo'llaydi, deydi u. Tramp har bir yangi tug'ilgan chaqaloqqa $1000 dan pul bermoqchi. Bu dastur Trump Accounts deb nomlanib, u 2028-yilning 31-dekabriga qadar amal qiladi. Pul ota-onaning qo'liga naqd yoki o'tkazma shaklida taqdim etilmaydi, balki chaqaloqning investitsion hisob raqamiga tushadi. Hamma pullar Amerika fond bozoriga sarmoya qilinadi va uni Trampning o'zi shaxsan qo'llab-quvvatlash niyatida. Pullarni u 8 yoshga to'lgandagina yechib olish mumkin. Ammo bu vaqtgacha har yili $5000 gacha miqdordagi mablag' bilan to'ldirib borish imkoniyati mavjud. Rossiya 200 dan ortiq yo'lovchi ketayotgan Xarkovdagi poyezdga zarba berdi. Rossiya qo'shinlari Xarkov viloyatidagi yo'lovchi poyezdiga dronlar bilan zarba berdi. Hujum oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Xarkov viloyati prokuraturasi xabar berdi. Zarba berish uchun Eronning Shahed tipidagi 3 ta dron qo'llanilgan. 5 kishining jasadi bo'laklari topildi. Halok bo'lganlarning shaxsini aniqlash faqat DNK ekspertizalari o'tkazilgandan keyingina ma'lum bo'ladi, deydi prokuratura. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, hujum Barvinkova hududiy jamoasiga qarashli Yazdikovaya qishlog'i yaqinida sodir bo'lgan. Nishonga Chop Xarkov Barvinkova yo'nalishida harakatlangan yo'lovchi poyezd olingan. Dronlardan ikkitasi poyezd yaqiniga, bittasi esa to'g'ridan-to'g'ri vagon ichiga kelib urilgan. Bu esa vagon va elektrovozda yong'in chiqishiga olib kelgan. Xarkov viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksey Gobov poyezd Barvinkova jamoasi hududida zarbaga uchraganini tasdiqladi. RBK Ukraina xabariga ko'ra, hujum vaqtida poyezdda 291 nafar yo'lovchi bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hujumga uchragan vagonda 18 kishi bo'lganini, ulardan bir nechtasini qutqaruvchilar qidirishda davom etayotganini aytdi. Zelenskiy Rossiyaning harakatlarini terrorchilik akti deb atadi va bu Yevropada ham, Amerikada ham, arab dunyosida ham, Xitoyda ham, boshqa joyda ham kvalifikatsiya qilinishiga shubha bo'lmasligini ta'kidladi. Tinch aholini yo'q qilish uchun hech qanday harbiy maqsad yo'q va bo'lishi mumkin emas, deydi u. AQSh Yaqin Sharqda harbiy mashg'ulotlarni boshladi.
AQSh harbiy havo kuchlari Yaqin Sharq mintaqasida Gel-Spartan nomli ko'p kunlik harbiy mashg'ulotlar boshladi. Bu haqda AQSh harbiy havo kuchlarining markaziy qo'mondonligi xabar berdi. Mashg'ulotlardan ko'zlangan maqsad AQSh qurolli kuchlarining markaziy qo'mondonligi mas'ul hududida kuchlarni tezkor joylashtirish va jangovar harakatlar olib borish imkoniyatlarini namoyish etishdir. General-leytenant Darek Fransning aytishicha, uchuvchilar murakkab sharoitlarda tarqalib harakat qilish, faoliyat yuritish va jangovar parvozlarni amalga oshirishga qodir ekanini isbotlamoqda. Uning ta'kidlashicha, ushbu mashg'ulotlar uchuvchilarning jangovar tayyorgarligini saqlashga xizmat qiladi hamda aviatsiya zarur bo'lgan hududlarda doimiy tayyor holatda bo'lishini ta'minlaydi. AQSh rasmiylarining bildirishicha, mashg'ulotlar doirasida kutilmagan vaziyatlar yuzaga kelgan taqdirda harakat qilish uchun harbiy guruhlar bir nechta hududlarga joylashtiriladi. O'zgaruvchan sharoitda taktikalar, usullar va amaliy tartiblarni ishlab chiqish, shu bilan birga mas'uliyatli harbiy mavjudlikni saqlab qolish rejalashtirilgan. Rossiyada qarovsiz qolgan 14 nafar bola O'zbekistonga qaytarildi. Rossiyada ota-ona qarovsiz qolgan o'zbekistonlik bolalar ortga qaytarildi. Bu haqda Ijtimoiy himoya agentligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Rossiya Federatsiyasi hududida ota-onasining qaramog'isiz qolgan, voyaga yetmaganlarni vatanga qaytarish bo'yicha amalga oshirilgan xizmat safari doirasida agentlik va tegishli tashkilotlar hamkorligida 14 nafar voyaga yetmagan bola O'zbekistonga olib kelingan. Bolalar Toshkent shahridagi Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroport orqali mamlakatga yetib kelgach, belgilangan tartibda vaqtincha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirilgan. Zarur hujjatlashtirish ishlaridan so'ng 13 nafar bola ularni kutib olish uchun kelgan ota-onalariga topshirildi. Yana bir nafari esa markaz xodimlari hamrohligida Andijon shahriga yuborilib, onasiga topshiriladi. O'zbekistonlik ayolning o'ldirilishi Turkiyada noroziliklarga sabab bo'ldi. Istanbulda o'zbekistonlik Durdona Hakimovaning o'ldirilishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Ayolning jasadi Shishli tumanidagi chiqindi qutisidan topilgan. Bu jinoyat keng jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'ldi. Sabah nashri ma'lumotlariga ko'ra, fojia 24-yanvar kuni kechqurun ma'lum bo'lgan. Duatepa mahallasida ikkilamchi xomashyolarni yig'ishtirayotgan O.Ch ismli shaxs Kuyolubog' ko'chasidagi chiqindi qutisida turgan o'ramda ayolning jasadini topgan. Erkak topilma haqida politsiyaga xabar bergan. Voqea joyiga yetib kelgan kriminalistlar konteynerda ayolning boshsiz jasadini topdi. Keyinroq qo'shni ko'chalarni ko'zdan kechirish chog'ida jasadning qolgan qismlari solingan jomadan topildi. Xabar berilishicha, jinoyat izidan O'zbekistonning 2 nafar fuqarosi Turkiyadan Gruziyaga uchib ketmoqchi bo'lganida qo'lga olingan. Durdona Hakimovaning o'ldirilishi Istanbul va Anqarada norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Istanbulda aksiya ishtirokchilari Usmonbey metro bekatidan marhumning jasadini topilgan piyoda Istanbulda aksiya ishtirokchilari Usmonbey metro bekatidan marhumning jasadi topilgan ko'chagacha piyoda yurib bordi. Namoyishchilar migrant ayollar yolg'iz emas va ayollar hayoti muhim degan yozuvlar bilan ko'ringan.